Xo'p, yuqoriga yetib otilgan jismni harakatiga doir masalalar ishlanar ekan. Birinchi formulalarni takrorlab olinglarmi? Yuqoriga yetib otilgan jismning tezlanishi nimaga teng bo'ladi? Agar birorta jismni yuqoriga yetib otadigan bo'lsak, u erkin tushish tezlanishiga teng tezlanish bilan yuqoriga qarab harakatlanadi. Tezlik yuqoriga qarab yo'naladi, tezlanish-chi pastga qarab yo'naladi. Natijada jismning tezligi kamayib boradi. Tezlanishimiz 9,81 metr taqsim sekund kvadrat. Yoki buni masala ishlayotganda nima deb olishimiz mumkin? 10 metr taqsim sekund kvadrat deb olishimiz mumkin. Tezligini topish formulasi ixtiyoriy paytdagi tezligi V0 har sekundda 10 ga nima qiladi? Kamayib boradi tezligi. Shuning uchun V0 minus GT. Yo'lini topishning nechta formulasini o'tgan edik? Balandligini 3 ta formulasini o'tgan edik. Birinchisi V plus V0 taqsim 2 ko'paytirilgan T. Ikkinchisi V0 T minus GT kvadrat taqsim 2. Uchinchisi H barobar V0 kvadrat minus V kvadrat taqsim 2J. Mana shu berilgan 4 dona formuladan foydalanib masalalarni ishlaymiz. Kitoblaring qayda? Hop, ochinglar shu mavzuni. Innovadan 9-masala. Yuqoriga otilgan jismning 7-sekund oxiridagi tezligi 10 metr taqsim sekund bo'lsa, uning boshlang'ich tezligini toping deyapti. Demak, 9-masalada yuqoriga otilgan jismning 7-sekunddagi tezligi va 20 metr taqsim sekund bo'lsa, uni nimasini topishimiz kerak? Boshlang'ich tezligi V0 ni topishimiz kerak. Bizda tezlikning formulasi bormi? V barobar V0 minus GT. Yozaman formulani. V minus V barobar V0 minus GT va bundan V0 ni topishim kerakmi? V0 ni topadigan bo'lsam, qanday ko'rinishda bo'lib qoladi? V plus GT. O'rniga olib qo'yib olsam bo'laveradimi? V barobar V imiz 20 ga teng, plus J imiz 10 ga teng, T imiz bo'lsa 7 ga teng. Qo'shsam 90 metr taqsim sekund. Muammo yo'qmi bu masalada? Tushunmay qolgan joylaring yo'qmi? Keyingi masala, 14-masala. Jismni qanday boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga tik otganimizda, u 10 sekund o'tgach 20 metr taqsim sekund tezlik bilan pastga harakat qiladi deyapti. 14-masala dedimmi? 14-masalada. Xo'p. T barobar 10 sekunddan keyin u pastga harakatlanish kerak. Tezligi nima bo'ladi? Pastga harakatlanayotgan bo'lsa, tezlikning ishorasi yuqoriga chiqib ketayotganda musbat degan bo'lsa, pastga tushib kelayotganda nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Shuning uchun V ni minus 20 metr taqsim sekund deb olamiz va V0 ni topamiz. Bizda formulamiz bormi V0 ni topish uchun? V0 barobar V plus GT. Berilgan qiymatlarni o'rniga qo'yib qo'ysam, hop, V barobar minus 20 plus 10 ko'paytirilgan 10. Nechta chiqyapti? 80 metr taqsim sekund. Tushunarlimi? Navbatdagi keyingi masalamiz 16-masala. Hamma ko'ryaptimi kitobda masalasini? Jism 40 metr taqsim sekund tezligi bilan yuqoriga tik otildi. Necha sekunddan so'ng uni tezligi modul jihatdan boshlang'ich tezlikdan 4 marta kichik bo'ladi deb savol berilyapti. Demak, 16-savolda jism qandaydir boshlang'ich tezlik bilan otildi. Necha edi boshlang'ich tezligi? 40 metr taqsim sekund tezligi bilan otildi. Necha sekunddan keyin uni tezligi boshlang'ich tezligidan modul jihatdan 4 marta kichik bo'ladi deyapti. V0 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi bu? 10 metr taqsim sekund. Modul jihatdan deganligi uchun plus va minus bo'ladi.
Tushundingmi? Chunki yuqoriga chiqib ketayotganda +10 bo'lgan bo'lsa, tushib kelayotganda xuddi o'sha joyda -10 bo'lib qoladi. Shuning uchun javobi ham 2 ta chiqadi. Demak, tengni topishimiz kerak. V barobar V0 minus JT formuladan agar tengni topadigan bo'lsam nima bo'ladi? V0 minus V taqsim J bo'lib qoladimi? Demak, T 1 barobar deymiz. V0 o'rniga 40, V o'rniga minus +10 ni qo'yamiz. 10 ni qo'ysam taqsim J'imiz 10 ni chiqdi. 3 sekunddan keyin vaqtni ikkinchisini topamiz. T2 barobar 40 minus endi -10 ni qo'yamiz. -10 taqsim 10. Demak, bunisidan necha chiqadi? 5 sekund. Demak, 3 va 5 sekunddan keyin jismning tezligi mol jihatdan boshlang'ich tezlikdan 4 marta kichik bo'ladi. Qaysi javoblarda ekan to'g'ri javob? 3 va 5. A javobda ekan. 18-savol. Tennis to'pi 10 metr taqsim sekund boshlang'ich tezligi bilan yuqoriga tikib otildi. Qaysi tenglama to'p balandligining vaqtga bog'lanishini ifodalaydi deb savol beryapti. Nechinchi masala dedim buni? 18-masalada V0 berilgan, necha edi? 10 metr taqsim sekund. Endi biz balandligini vaqtga bog'lanish tenglamasi, ya'ni balandlikni topish tenglamasini yozing deyapti. Balandlikni topish formulasi qaysi birini ishlatamiz? Bizda 3 ta tenglama turibdi. 1, 2 va 3. Qaysi birida vaqtga bog'langan? Ikkinchisi. V0 o'rniga 10 qo'yaman, 10 ko'paytirilgan T minus J o'rniga 10 qo'yaman, 10t kvadrat taqsim 2 yoki h barobar 10t minus 5t kvadrat deb yozishim mumkinmi? Xo'p, bu javobimiz B javobda berilyapti ekan. 22-masala. Yuqoriga tikib otilgan jism 2 sekund vaqt momentida 4 metr balandlikdan ikkinchi marta o'tdi. Jismning boshlang'ich tezligi qanday bo'lgan deb sizga savol beryapti ekan. Nechinchi edi bu? 22-masalada T barobar 2 sekund vaqt momentida u h barobar 4 metr balandlikdan ikkinchi marta o'tdi. Sizdan nimani topish kerak edi? Boshlang'ich tezligi V0 ni topishingiz kerak. H barobar V0t minus JT kvadrat taqsim 2 degan formuladan V0 ni topishim mumkinmi? Demak, topishni boshladik. 4 barobar V0 ko'paytirilgan 2 minus J ni 2 ga bo'lsam 5 ko'paytirilgan 2 ni kvadrati 4. Xo'p, 20 4 oldiga plus bo'lib o'tadigan bo'lsa, 2 ta V0 barobar 24 ga va V0 barobar nechiga? 12 metr taqsim sekundga. 22-masalani ham tushundingmi? Keyingi masalamiz 31-masala. Masala. Yerdan tik yuqoriga 10 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan otilgan tosh biroz vaqtdan keyin qaytib yerga tushdi. Uning yo'li va ko'chishi qanday deb sizga savol beryapti ekan. 31-masala ekan. V0 barobar 10 metr taqsim sekund tezlik bilan yuqoriga chiqib otildi va qaytib tushdi. Uni bosib o'tgan yo'lini toping deyapti va ko'chishini toping deyapti. Biror jismni yuqoriga otadigan bo'lsa, u chiqadi va nima qiladi? Otilgan nuqtasiga qaytib tushadi. Shunda yo'lini topadigan bo'lsam, bitta hash chiqishda va ikkinchi hash tushishda. Demak, jismni bosib o'tgan yo'li nimaga teng? Ikkita hashga teng. Hop, ko'chishchi otilgan joyga qaytib tushganligi uchun ko'chishi 0 ga teng. Demak, S barobar 2 ko'paytirilgan h ni o'rniga nima qo'yay? Qaysi formulani ishlatay? Maksimal yuqoriga ko'tarilgan bo'lsa, mana 3-formulani ko'ryapsizmi? Jismning eng yuqoridagi tezligi nimaga teng? 0 ga tengmi? Demak, V ni o'rniga 0 qo'yib yuborsam, bu maksimal balandlik bo'ladi.
Shuning uchun 2v0 kvadrat taqsim 2j hisoblasam bo'ladimi buni? Hop, 20 bilan 2 ni qisqartirsam 10v0 kvadrati 100 taqsim 10 bo'lib 10 metr. Chunki 10 metr sekund tezligi bilan otilgan jism 5 metr balandlikka chiqadi va 5 metr qaytib tushadi. Uni jami bosib o'tgan yo'li 10 metrga teng bo'ladi. Hop, keyingisi 34-masala. Kop tokning yuqoriga ko'tarilish balandligini 4 marta orttirish uchun uning boshlang'ich tezligini necha marta orttirish kerak deyapti. Og'zaki javob berib ketsak bo'ladi unga. Nechinchisi dedim? 34-chi. Hop, balandligini 4 marta orttirish uchun degani h2 to'rtta h1 ga teng bo'lishi kerak deganimda shu holat bo'lishi uchun v0 ni qanday o'zgartirish kerak deyapti. Ya'ni v2 taqsim v1 ni topishimiz kerak. Qarang, bizda h ni maksimal ko'tarilish balandligini topishda v0 kvadrat taqsim 2j degan formulasi bormi? Bundan v0 ni topadigan bo'lsam, ildiz ostida 2jh. Demak, h 4 marta ortganda v0 necha marta ortadi? 2 marta ortadi. Shuning uchun ovora bo'lib hisoblab o'tirishimiz shart emas. 2 marta orttirish kerak. O'ttiz yettinchi savol. Jism 40 metr taqsim sekund tezligi bilan tik yuqoriga otildi. U 5 sekund davomida qanday yo'l o'tadi deb savol beryapti. Qanday ishlaymiz buni? 37-chi savol. V0 qanday tezlikda otildi? Hop. 40 metr taqsim sekund tezligi bilan otildi. Uni t barobar 5 sekundda bosib o'tgan yo'lini toping deyapti. S yo'lni toping deyapti. Balandligini toping nima deyapti? Nima qilib ishlaymiz buni? Qani yozib aytchi. Qaysi formuladan ishlaymiz? Hop, ikkinchi formuladan vaqtni o'rniga nima qo'yaman? 5. Hop, qarang, xuddi o'shanday qilib ishlaymiz. H barobar 40 ko'paygan 5 minus 10 ko'paytirilgan 5 kvadrati 25 taqsim 2. Nima chiqadi hisoblasam? 200 dan 125 ketsa 75. Bormi shu javob bizda? 75 bor, lekin xato. Nimaga xato? Mana formula bu jismni bosib o'tgan yo'lini topmaydi bu yozgan formulalarimiz. Bu jismni yerdan qanday balandligini topadi, balandligini. Endi jismni bosib o'tgan yo'lini toping desa, jism to'xtaydimi? Necha sekunddan keyin to'xtab orqasiga qaytadi bu? Qanchadan keyin orqasiga eng yuqori nuqtaga chiqadi? Eng yuqori nuqtaga qanchada chiqadi? 4 sekundda chiqadimi? Demak, 4 sekund maksimal balandlikka chiqib, qolgan 1 sekundda nima qiladi? Orqasiga qaytadi. Shuning uchun jismda yurgan yo'lini 2 marta topamiz. Birinchisi eng yuqoriga chiqishi S1 va ikkinchisi 1 sekund davomida orqaga qaytishi S2 yoki H1 H2 deb olsak bo'laveradi. H1 va H2. H1 maksimal ko'tarilish balandligi v0 kvadrat taqsim 2j dan topaman. v0 o'rniga 40 qo'ysam, 40 ni kvadrati 1600, uni 20 ga bo'lsam 80 metrmi? 80 metr yuqoriga chiqdi. Endi necha sekund pastga tushish kerak? 1 sekund. Shuning uchun h2 miz gt kvadrat taqsim 2 dan qo'ysam 5 10 ko'paytirilgan 1 taqsim 2, ya'ni 5 metr. Jami bosib o'tgan yo'li 85 metr. Agar xuddi shu savolda ko'chishi nechiga teng desa nima derdik? Ko'chishini so'rasa, ayirib qo'yamiz 75 metr. Tushundingmi buni?
Hop. 39-savol. Bola uzunligi 1 metr bo'lgan ipga bog'langan toshni vertikal tekisligiga 240 aylanish taqsim minut chastota bilan aylantirmoqda. Agar toshning tezligi tik ravishda yuqoriga yo'nalgan paytda ip uzilib ketsa, tosh qanday balandlikkacha ko'tariladi deb savol berilyapti ekan. 39-masalada bola nima qilyapti? Ipga bitta toshni bog'lab aylantiryapti. Tezligi tik yuqoriga kelgan nuqtada ip uzilib ketsa deyapti. Tosh mana bu joyda bo'lganda tezlik tik yuqoriga qaraydimi? Shu joyda ip uzilib ketsa, jism yuqoriga qandaydir v0 tezligida otilgan jism bo'lib qoladi. Buni qanday balandlikka ko'tarilganligini topish uchun v0 kvadrat taqsim 2j degan formulani ishlatishim kerak. Lekin menda v0 bormi? Yo'q. Nima bo'lyapti bu? Nu chastota bilan aylanyapti. Tezligini topmasam bo'ladimi buni? V0'imiz buni aylanish tezligiga teng. Aylanish tezligi bo'lsa 2r nu ga teng. 2 ko'paytirilgan 3.14 pi ni o'chirib oling demaganmi? J pi kvadrat. Pi kvadrat 10 deb oladigan bo'lsak, bu ildiz ostida j bo'lib qoladi. Ko'paytirilgan radiusimiz necha santimetr? 1 metr. Nu'imiz chastota 240 aylanish taqsim minut. Buni aylanish taqsim sekundga o'tkazish uchun 60 ga bo'lib olaman. To'g'ri bo'ladimi? To'g'ri. Demak, bu 8 ildiz ostida j ga teng bo'ldi. Buni olib mana qo'yishim mumkinmi? Shunda h barobar 64, ya'ni v0 o'rniga buni qo'yyapman. Mana ko'paytirilgan ildiz ostida j niki j taqsim 2j'imiz 20. Yoki 2j deb yozaylik. J'larni qisqartirib yuboraman. Mana shunda 32 metr. Bu javob A javobda berilgan ekan. Hop, 54-masalani ham ishlab beraman. Qolgan hamma masalani o'zlaring ishlab chiqasizlar. Shuning uchun uxlab o'tirganlar, ko'zingizni oching. 54-savolda havo shari yuqoriga 5 metr taqsim sekund tezlik bilan ko'tarilmoqda. Yerdan 100 metr balandlikda shardan ballast tashlansa, u yerga necha sekundda tushadi deb savol berilyapti ekan. Nechinchi masaladan buni? 54. 54da mana havo shari bo'ladigan bo'lsa, shu o'zgarmas v tezlik bilan ko'tarilyapti. Nechaga teng v tezligi? 5 metr taqsim sekundga teng. Bundan bitta jism tushib ketdi. Agar harakatlanayotgan jismdan boshqa birorta jism tashlab yuborilsa yoki shunchaki qo'yib yuborilsa, mana bu katta jismning tezligi bu tushib ketgan jism uchun boshlang'ich tezlik bo'lib qoladi. Ya'ni v0 barobar 5 metr taqsim sekund tezlik bilan yuqoriga otilgan jism bo'lib qoladi. Tushundingmi? Endi bu jism qancha vaqtda yerga tushadi deyapti. Bu yuqoriga ko'tarilib, keyin mana bunday pastga tushib keladimi? Shu vaqtini topishimiz kerak. Qanday topsak bo'ladi buni vaqtini? Boshlang'ich balandligini h0 deb olsak, keyin nima qilamiz? Undan ko'ra mana bunday qilamiz. Mana shu nuqtani gorizont deymizda, bu 0 bo'ladi. Tushundingmi? 0 deb olsak, yuqoridagi balandlik musbat, pastdagisi nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Bizda jism mana bunday -h balandlikgacha tushish kerak bo'lyapti. 100 metr ekan bizda bu h'imiz. Demak, -100 metr. H barobar -100 metr. Endi balandligini yozsam, yuqoriga tik otilgan jism v0 minus j kvadrat taqsim 2 bo'ladimi? H o'rniga nima qo'yaman? Bu jism otilgan nuqtadan pastda bo'lganligi uchun minus deb yozganman. -100 barobar v0'imiz 5 ko'paytirilgan t minus 5t kvadrat. Hop, hammasini 5 ga bo'lib olishim mumkinmi? -20 barobar t minus t kvadratga. Buni t kvadrat minus t
minus 20 deb teng 0 deb yozmasam bo'ladimi? Diskriminantni topsam nechi? 1 plus 80 bo'lib 81 bo'ldi. Endi t ni topib qo'yadigan bo'lsak, t barobar minus 1 plus 1 bo'lib ketar ekan. 1 plus minus ildiz ostida diskriminant, ya'ni 9 taqsim 2. Minusligini olmaymiz, chunki vaqt manfiy bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun plusligini oladigan bo'lsam, 5 sekundda jism yerga tushar ekan. Boshqa masalalarda xuddi shunga o'xshagan masalani berib turib, mana havo shari yerdan qanday balandda bo'ladi deb savol berib qo'yadi. Bunda ham baribir tushish vaqtini topasiz. 5 sekundda tushdimi? 5 sekundda bu 100 metrni bosib o'tdi. Havo shari qancha masofani bosib o'tadi? Yuqoriga 25 metr. Havo shari yerdan qanday balandda bo'ladi shunda? 125 metr. Tushundingmi? Masalalarni yozib oling, keyingi darsga 68 ta masalasi bor ekan. Tugatasizlar. Keyin yangi mavzu o'tamiz.